Assalomu alaykum do'stlar. 2 ayning 26 kuni biz Uyg'urlar uchun xushallanarli bir ish bo'ldi. Ya'ni Google tarjimoni Uyg'ur tilimizni qo'llaydigan bo'ldi shu kuni. Hozir Google tarjimon tor bekiti Android va iOS applarida Uyg'ur tili bilan boshqa tillarni tarjima etib bera oladigan bo'ldik. Tuvanda men Google tarjimonni ishlatish davomida agar tarjimada masala bayqasanglar, uni qanday yaxshilash. Andan bo'sh vaqtingizda Google tarjimonninki tarjima munbiri orqali Google tarjimonning bundan keyingi sifatning texim yaxshi bo'lishiga qanday tuhfa qo'shishning usulini tanishtiraman. Oldi bilan Google tarjimon tor bekitini ochamiz. Bu tor bekitni ochsanglar va ustida ikki tal knopka bor, birisi tekst, birisi widgetlar. Normalda biz tekst tarjima qilamiz. Agar widgetni tarjima qilmoqchi bo'lsanglar, bu dokument deganni besib, kompyuteringdagi Word, Excel, PowerPoint degandek widgetlarni tanlab yo'llasanglar, buni tarjima qila olasizlar. Tuvanda men bir turkcha o'zim xatolik bayqagan so'zni kirgizay. Tarjimani yaxshilash degan knopkani bosaman. Knopkani bosgandan keyin bu yerga men Uyg'urcha tabiat degan gapni kirgizib yo'llayman. Buni yo'llagandan keyin aplikasiyangiz o'zgarsa, sizlarki yo'llagan narsanglar Google'ga berib qo'ygan bo'ladi. Google hamda buning to'g'ri xatoligini bekitib qo'ygandan keyin bir mezgildan keyin bu gap tuzilishi mumkin. Hamda bu tarjima qilgan ko'znakning pastga qarasanglar, birisi tarix saqlanganlar, munbar deb 3 knopka bor bu yerda. Bu xotira deganga sizlarki tarjima qiladigan so'zlaringlar xotirlanib mangdi. Save degan sizlar bir so'zni tarjima qilgandan keyin, masalan, Uyg'ur deganni men inglizchadan tarjima qilay. Tarjima qildirib, yulduz belgisini besib qo'ygan bo'lsanglar, o'zinglar saqlab olgan tarjimalar buning ichida saqlanadi. Shunga o'quvchi bolalarga nisbatan bu tilni o'rganayotganlarga nisbatan yaxshi iqtidor bu. O'zinglarning bilinmaydigan so'zlaringni bu Google orqali izlasanglar, keyin izlash xotiranglarni bo'sh vaqtingizda pat ko'rib tursanglar, shu so'zlar pishiqlandi. Ham so'zlaringni pishiqlashga asqatadi bu xil usul. Shunga tizimlatib ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Endi 3-chi knopka bu munbar tarjimonlar munbiri. Sizlar Google'ga yangi so'zlarning tarjimasini yo'llash orqali va yoki boshqalar yo'llagan so'zlarning to'g'ri xatosini ayirib berish orqali yordam qila olasizlar. Bu tarjima degan kishi kerak masalan, bunga kirsam, bu yerda ingliz so'zlik chiqdi. Masalan, buning uyg'urchasi eng yaxshi usul. Uyg'urchasini kirgizdim, yozib etdim. Masalan, ba'zi so'zlar mening bilmaydigan so'zlarim chiqib qolsa, buni atlab o'tib ketsam bo'ldi. Atlab o'tib ketib, o'zim biladigan so'zlar chiqsa, uni tarjimasini kirgizib yo'llaysam bo'ldi. Bu tarjima orqali Google tarjimonga yordam qilishning birinchi xil usuli. Hamda ikkinchi xil usul bu bekitish degandan kirib boshqalar yo'llagan tarjimalar bor buningda. Shu tarjimaning to'g'ri xatosiga hukm qilib bersanglar bo'ldi. Masalan, lockdown deganni pastga qarash debdi, bu to'g'ri. Sulab qo'yish, lock deb o'ylayapti. Bu xato. Ko'zga ilmaslik. To'g'ri. Tuvanga qaramoq. To'g'ri. Bu xato. Shunday to'g'ri xatosini bekitib yo'llaysanglar bo'ldi. Demak, yangi tarjimani yo'llash yoki bor tarjimani bekitish, tarjimalik xatoliklarni tuzatish orqali Google tarjimonninki tarjima sifatining texim yaxshi bo'lishiga tuhfa qo'sha olasizlar. Anglag'aninglar uchun rahmat. Allohga omonat.